Mashinaning ichida yotib bila sochlarimni anaqaladi, olib o'zim kalga jalab. Yo'llaringiz ochiq bo'lsin aka, aytganingiz kelsin. 250 million bo'lgan keskadi nima qildingiz? 250 million bo'lgan kesakni. Ha, uni jo'natib yubordim uyga aka. O'zbekistonga borganimda bunday ko'rib eslayman aka, jo'natib yubordim. Ne soat uxlayapsiz kuni? Uxlaganim yo'q men qizim. Pomnim, bratishka, aka u payt o'zim bilaman ichimda o'tganda, voy, brat. Usmonov aka, повзрослел я, aka. Повзрослел. Va alaykum. Tezing nechi bo'pti? 70 bo'lsa kerak, aka. Shomersi qanchaga olding, brat? 72 mingmi shunaqa tushdi aka. Gross qanaqa bo'ladi? Yaxshi aka. Salom Evilshoh, assalomu alaykum. Uyga qaytish qachon endi, brat? Ko'ramiz, xudo xolasa aka. Xudo biladi. Lekin shu uyga bir borib kelsam, brat, mendan baxtli odam yo'q, ishoning. Bitta shu meni armonim bo'lib turgan narsa, hamma narsam bor. Shu bitta menga yetishmayotgan narsa shu uyga borib kelish aka. Bitta shu narsa yetmayapti. Kun borib kelsam bo'ldi. Mendan baxtli hamma narsaga erishgandek o'zimni his qilaman aka. Uylanganmisiz yo? Aktiv tushib ketibdi-yu, brat. Aka, odamlar meni esidan chiqarib yuborgan aka. Asl uchun aktiv tushib ketdi, brat. Dokument to'g'irlash jarayoni hozir ketyapti aka. Protsessda. Va alaykum assalom. Rahmat Svarshi, rahmat aka. Salom Turkmeniston, qachon uylanasiz? Chekasizmi? Trakdan. Chekmayman aka, uyalyapman. Uyalganimdan chetga qarab olyapman aka. Trakdan 3 million, 4 million so'm topasiz aka oyiga. Zemla illuminatini. Sochingizga oq tushibdi. Sochingizga qaribsiz. Salom, assalomu alaykum. Aka, nimaga kuchanim gapirasiz? Yebanmi, beraveradi savol gapirmay aka, bila. Ashaqa odat chiqarishib olgan, bilasizmi? Oldin bir marta, ikki marta yozishardi bo'ldi. Hozir qayta yozishaveradi. Sizlar taraflar, biz taraflar yaxshi aka. Siz zo'r havo bo'lyapti aka. 81 danmisizlar? Bilan nechi 40 da ekanmiz aka. North Carolinaga ketyapmiz aka. Da bilan figey. Shoshilish shart emas, ertaga 12 da drop. Sherik kim aka? Sherigimni ismi Iqboljon. 2003-yil bola. Qo'qonlik, Bag'doddan. Qiz qidiryapsizmi? Yo'q. İlk uchrashuv. Qachon O'zbekistonga kelasiz? Bir o'tirardik, choypoq qilib. Bahromov aka ko'ramiz aka, xudo xolasa. Borsam обязательно Instagram, TikTokda bilasizlar aka. Men ko'proq Instagramda bilasizlar. Aeroportda tushishimga yopti video qilaman aka, O'zbekistonda akajon. Aka, borishni maslahat bergan bo'larmidi? Sen sizni xarakteringizdan kelib chiqib gapirish kerak bu narsa. To'plab kelguncha O'zbekistonda hayot tugab qolmasin. Ha, bo'lmasam bormayman, Amerikada qolaman, hayot O'zbekistonda tugasa aka. Men South Carolinaga ketyapman, yaxshi aytib oling aka. Qo'shib
poytaxtda kutib olishadi aeroportda. O'zbekistonga borsam, ya hech kimga aytmayman. Hech kimga aytmayman. Aeroportga borib tushganda video qilaman. Yo'q, video qilaman, u aeroportdan ketganimdan keyin qo'yaman-da, uni sразу qo'ymayman. O'zbekistonga kelyapsizmi aka? Yo'q, hali borganim yo'q, brat. Sevgan qizimga aytaman, kutib oladi, bo'ldi, menga boshqasi kerak emas. Paytaqdanmisiz? Paytaqdanman aka. Men haligi O'zbekistonga borsam ko'p o'ylaydigan narsa shu borsam sevgan qizim bilan ko'rishib qanday bo'lar ekan, mana shu 3 yildan beri ko'rishmasdan borib turibdek ko'rishsa, Yo'q,